Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 2025-yil 15-aprel penoblok yuklash jarayoni. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. 20 ga 30 60 dagi razmerlarimizda 13 ming so'm dastavka qilib beryapmiz. O'zimiz Guliston tumanga. 4000-5000 ta tayyor qurilgan g'ishtlarimiz bor. Egalari ham bor, zapas g'ishtlarimiz ham bor. Latokli, tumbali g'ishtlarimiz mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Tomga pena quyish, tomga pena lombas xizmati ham mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mahsulotni ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. 38 kg gips, 3 kg sement, bitta qopidan 3 ta dona chiqayotgan pena bloklarimiz. Xitoy va Hind parashogidan chiqayotgan pena bloklarimiz. Mahsulotni ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. 38 kg gips, 3 kg sement, bitta qopidan 3 ta dona chiqayotgan pena bloklarimiz. Latokli, tumbali g'ishtlarimiz ham mavjud. Manzilimizni qaytaraman. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Mahsulotni ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. Bitta qopidan 3 ta dona chiqaryapmiz. Tayyor qurilganlari bor. Dovushiga e'tibor beramiz, dovushiga. Mahsulotni ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. Latokli, tumbali g'ishtlarimiz mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Zakaz qabul qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mehnatimiz uchun bir dona like va obuna tugmachasini bosib qo'yasiz. Bizning keyingi videolarimiz hammasi sizlar uchun. Zakaz qabul qilamiz. Seximiz ishlab turibdi. Shuning kimdir olyaptimi, kimdir uy quryaptimi deganlar uchun o'z-o'zimizdan ortmasak kerak. Erib ketadi, bo'lmaydi deganlar uchun qorda, yomg'irda turgan holatlarni ham olganmiz. Kanalimizga joylaganmiz. Kimga qiziq bo'lsa ko'rishlari mumkin.